Assalomu alaykum, kanalimizni ko'pdan beri kuzatadigan sodiq muxlislarimiz. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi videorolikimiz orqali mana bu chiroyli koftani qanday bichilishini, tikilishini birgalikda o'rganamiz. Bu koftani 48-50 razmerga tayyorlaymiz. Avval andazamni chiqarish uchun qog'ozimni tekislab kesib oldim. Qog'ozimni yoyib, yelka kengligimizni 2ga bo'ldik. 1 sm choq haq bilan belga qo'ydik. Bo'yin o'yindining kengligini 8-9 qilishingiz mumkin. Yelkani qiyaligini 3 sm qildim. O'yindini ochiqligini 12 sm qildim. Yumaloq qilib chizib oldim. Ko'krak uzunligini o'lchadim 24. Ko'krak aylanamizni 4 ga bo'ldim va ozgina svobodno bo'lish uchun 2 sm qo'shib oldim. Qo'ltiq o'yindimizning chuqurligini klientim 22 sm bo'lishini xohladi. Etagini biroz kengroq qildik, 30 sm qilib kengaytirib oldim. Orqa bo'yini o'yindini ham birdaniga chiqardim, 2 sm chuqurlikda qilib chizib oldim. Andazamizni kesib tayyorlab oldik. Klientim bor yo'g'i 60 sm material olib keldi. Shtapeldan tikyapmiz. Materialimizni buklab ochiq tomonidan orqa tarafimizni bitishni boshlaymiz. Diqqat qiling, andazamni yon tarafdan 1 sm choq haq tashlab kesib oldim. Endi esa ortgan materialimizdan old tomonimizni bichishimiz kerak. Shu joyda andazamizni biroz o'zgartiramiz. Bo'yin o'yindimizni o'yib olamiz. Yelkadan 30 sm uzunlikni o'lchab oldim. Bu yuqoridan tushadigan zborkalarni qayergacha tushishini xohlasangiz, o'sha joygacha uzunlikni o'lchab kesib olishingiz mumkin. Shu 30 sm gacha mana andazamni ikkita joydan kesib oldim va mana bu chizig'im bo'ylab ham kesib olaman. Oxirigacha. Oxirdan ozgina masofa qoldi xolos. Endi buklangan materialimni yoniga mana shunday qilib andazamni joylayman. E'tibor bering, mana bu joy 4 sm bir-biriga o'tkazildi. Vitichkani haqqi mana shu joydan chiqarildi. Shuni hisobiga mana bu yelkamiz biroz qiyalandi, oldi o'yindimiz kengaydi. Mana o'yinda bo'ylab chizib, kesib oldim. Keling, zborka uchun qo'shilgan masofani o'lchab ko'ramiz. Mana shu joy 8 sm chiqdi. Demak, ochiq holatda bo'lganda 16 sm masofa qo'shib olindi. Mana shu joyga ozgina belgi qo'yib qo'ydim. Shu belgidan boshlab zborka solishimiz mumkin. Mana sizga ochiq holatda ko'rsatdim. Ishimizni orqadagi mana bu chokni tikishdan boshlaymiz. Ozgina razrez uchun 8-10 sm masofa tashlab tikishni boshladim. Endi esa bo'yin o'yindimizga zborka tortib olamiz. Belgi qo'ygan joyimizdan ikkinchi belgi qo'ygan joyimizgacha chok yurg'izib oldim 2 qator. Shu chokni 2 dona ipini tortib zborka soldim. Mana qarang, zborkamiz qanday chiqdi. Endi buni ustidan orqa asosimizni qo'yib, yelka choklarimizni birlashtirib tikishimiz mumkin. Tikkan choklarimizni overlock qilib olamiz. Orqadagi o'rtadagi chokimizni mana bunday qilib dazmolladim. Yelka choklarimni ham orqa tomonga yotqizib dazmollab oldim. E'tibor bilan qarasangiz, proymalarimni ham overlock qilib olganman, buklashda oson bo'lishi uchun. Mana bu joyda o'lchab qo'yamiz. Bo'yin o'yindimizning kengligi 18, chuqurligi 12 ga tayyor bo'ldi. Endi esa mana bunday qilib orqa bo'yin o'yindimizdan teng 2 ga buklab olamiz. Bo'yin aylanamizni o'lchab, stoyka yoqqa bichish uchun. Bizda 26 sm tayyor bo'ldi. Demak, 52 sm ga teng stoyka yoqqa bichib olishimiz kerak. Uzunligi 52, eni 5 sm qog'ozimdan kesib tayyorlab oldim. Qog'ozimizni teng 2 ga buklab olamiz. Ochiq tomondan 9 sm orqa bo'yindi uchun masofa tashlab qo'yamiz. Ikkinchi tomonni ham xuddi mana shunday qilib belgilab olamiz. Mana shu har ikkala chiziqni oralig'ini bir nechta bo'laklarga bo'lib kesib olishimiz kerak. Mana bu chok deb yozilgan taraf koftaga tikiladigan tarafi.
Demak, chok deb yozilmagan tarafni kesib olishimiz kerak bir necha bo'laklarga bo'lib. Endi qizlar qarang, bizga shu yerda skotch yordamga keladi. Mana bunday qilib har bir kesilgan bo'lagimizni bir-biriga 1 santimetrdan o'tkazib, skotch bilan yopishtirib olamiz. Mana yoqamizni modellashtirib tayyorlab oldik. Hosil bo'lgan yarim oy shaklimizni o'lchab chiqamiz. 52 santimetrga tayyor bo'ldi. Endi qizlar ortgan materialimizga flizilini yopishtirib, shu andazamizni bostirib kesib olamiz. Ortgan material juda ham kam qolganligi uchun biroz ba'zi joylariga chok tushdi. Yoqamiz 2 qavat bo'lishi kerak. Ikkinchi qavatni ham shu materialni o'zidan flizilini yopishtirmasdan kesib olamiz. Tikishda oson bo'lish uchun bo'yin aylanamiz bo'ylab bulavchikalardan qadab oldim. Ana endi bemalol tikishimiz mumkin. To'ntarganimizni chiroyli chiqish uchun oz-ozdan kesib chiqdim. To'ntardim, akkuratna qilib dazmolladim. Endi tayyor bo'lgan yoqamizni koftamizga qo'yib olishimiz kerak. Avval yoqamizni ikkiga buklab, o'rtasiga belgi qo'yib olamiz. Notekis joylarini tekislab olishimiz mumkin. Koftamizni ham ikkiga buklab, o'rtasini belgilab, yoqamizni belgi qo'yilgan joyini birga igna bilan qotirib olamiz. Tikishda qiynalmayman desangiz, butun bo'yin aylana bo'ylab ignachalar bilan qotirib olib, keyin tikishingiz mumkin. Men mana shunday qilib ushlab to oxirigacha bordim. Yoqamni 2 santimetr uzunroq bichgan edim. Ana shu 2 santimetrni mana shu joydan mana bunday qilib buklab tikib oldim. Sabab yoqani bir-biriga o'tkazilish hisobi chiqarilgan. Endi ana shu 2 santimetrdan keyin yoqamni qo'yishni boshladim. Butun bo'yin aylana bo'ylab tikib boramiz. Sborkalarimizni tekis, chiroyli qilib yoyib tikib o'tib ketishimiz kerak. Yoqamizning yakuniy qismini esa mana bunday qilib qo'yib, buklab tikib o'tib ketamiz. Qizlar, mana bu koftamizning yonchoqlari tikilmasdan avvalgi holati. O'zingiz ko'rishingiz mumkin, juda ham chiroyli chiqdi. Bu orqa tarafimiz. Mana bu joydan ozgina o'tkazilish haqqini tashladim. Mana bu razrezchasi. Keyinroq bu razrezni tikib qo'yamiz. Endi yengimizni proymasi bo'ylab chok yurg'izib olamiz buklab va yonchoqlarimizni birlashtirib tikamiz. Yonchoqlar tikilgandan keyin esa etagimizni tekislab buklab qo'yishimiz mumkin. Qizlar, mana shu joyda sizlarga bitta e'lonim bor. Yaqinda inshaalloh Ramazon oyi boshlanadi. Shu Ramazon oyini birinchi kunidan start beriladigan yangi onlayn kursimiz bor. Taklif qilaman. Faqat hijobli qizlar uchun kiyish mumkin bo'lgan 20 xil fasonni bichilishi, tikilishi ko'rsatiladi. Kursimizning narxi 600 ming so'm. Kim kursni olish niyati bo'lsa, bemalol ekrandagi telefon raqamlariga murojaat qilishi mumkin. Bu fasondagi kofta uchun mijozimdan 2 xil material qabul qildim. Hozir ikkinchi variantini ham ko'rsataman. Mana bunaqa gipyur materialdan tikdim. Faqat bu gipyur cho'ziluvchan bo'lganligi uchun bo'yin aylanasiga qo'ygan stoyka yoqam oddiy eniga cho'ziladigan tomoniga buklab, aylantirib tikib qo'ydim. Tasavvur hosil qilishingiz uchun mana живой holatini ham ko'rsatishga harakat qildim. Qizlar, shunday qilib bugungi videorolikimiz ham nihoyasiga yetdi. Rolikimiz sizga foydali bo'lgan bo'lsa, sizdan bitta like, chiroyli kommentariyalarni kutib qolaman. Kelasi roliklarda ko'rishgungacha xayrlashaman.